Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Dreamsjonman va biz bugun nima qilamiz? Video davomida bilib olasizlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bo'lishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Do'stlar, menda nima deydi? Mana bu mening uyim. Mana bu o'rindiq. Mana bu yerda mana narsalarim bor. Mana bu yerda mana pullarim bor. Mana bu mening qo'shni va pochtachi ukamni va do'stimni uyi. Bilsanglar kerak. Inyejon. Tasgan pulaylik. Do'stlar, flash vaqti ham kelyapti. Mana bu qo'shnimda ham chiqadi. Qaranglar, men iPhone 11 Pro telefonini sotib oldim. Men do'stlar telefonda o'ynayman, oddiy Minecraft. To'g'ri, nima desa bo'lmaydi. Lekin zo'r narsalar bor. Bu qishloq, men 13-qishloqda yashayman. Men mana bu uyni sotib olmoqchi edim, lekin bu uyni sotib olish kechiktirildi, chunki bu merni uyida. Merda o'g'li kelish kerak edi, lekin kelmadi. Endi keyingi videoda kelishi mumkin. Keyingi videoda biz mana shu uyga ko'chib o'tamiz. Do'stlar, keyingi videoda biz bu uyga emas, horror kartada o'ynashimiz mumkin. Nima qilyapsan bu yerda? Men ham boshlab yuboribdi. Qaranglar, bu iPod juda ham katta ekan. Mana buni qaranglar. Telefon iPhone 11 Pro. Juda katta. Mana bu yerda mening yana bir telefonim bor. To'g'ri, men maqtanyapman deyotgan bo'lishinglar mumkin, lekin bu maqtanish emas. Mana. Qaranglar, mana bu yerga bir narsalar bekitgan bo'lsa, qarab ko'rish kerak. Men bu yerda narsa topilganda ham hech nimasiga tegmayman, chunki o'zimda narsalar yetarli. Ana do'stlar, topdim. Qo'shnimning pullari bor ekan.
Do'stlar, men yomg'irda to'xtataman shekilli oldim. Bu 13-qishloq kartasi. Men sizlarga bitta bot tavsiya qilaman yoki Telegram kanalimga joylab qo'yaman. To'xtanglar do'stlar, men o'yinni qulflab qo'yay. Bo'ldi, ana. O'yinni qulflab qo'ydim. Endi men hozir shaharga borib kelishim kerak. Pochtam kelmayapti. Do'stlar, mana bu yerda bir narsa bor ekan. Kim qurgan bilmadim, lekin yurtmamni qo'shnim olib kelish kerak edi, lekin qo'shnim tog'orib qoldi. Mazasi bo'lmayapti. Endi nima desak bo'ladi? Yaxshi bo'lib qolgandan keyin kelaveradi-da, endi boshqa nima ham qilardi? Polizlar ham o'sib qopti. Merga olib borish kerak, lekin mana bu yerda teleskop bor. Lekin bunda buni ishlatishni bilganlar bo'lsa yozib qo'ysin. Buni buzib ham bo'lmaydi. Nima yo'q ekan. Jitel. To'xta. Jitel, men qayerga ketdi? Bilmayman. Bo'pti, bilsang xabarni aytib qo'ysana. Ha, aytaman. O'zing nima yo'qolib ketding? Anchadan beri ko'rinmayapsan. Endi men ishlar bilan yuribman. Temirchi Jitel, Temirchi Jitel, to'xta. Temirchi. Merni ko'rmadingmi? To'xta. To'xta deyapman. Sendan so'rash foydasi yo'q ekan. Sendan hozir so'radimi? Narikilardan so'rash kerak. Do'stlar. Jitel. Bog'bon Jitel. Merni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Qayerga ketganini bildingmi? Ha, bilaman. Qayerga ketdi? Shaharga ishlar bilan ketgan edi. Va narsalar olib kelish kerak ekan qishloqqa. Men merni uyini sotib olmoqchi edim. Bilmayman, o'g'lidan so'rab ko'r. O'g'liga aytdim, kelmayapti. Bilmadim unda. Bo'pti. Do'stlar, men sizlar bilan qisqa vaqt ichida Dreamsjon bo'ldim. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videoda biz horror kartada o'ynaymiz.